kitob o'z taqdim etadi. Ummat onalari, nubuvat xonadoni xonimlari. Savda binti Zam'a roziyallohu anha: Men Savdadan ko'ra irodaliroq va o'zim uning o'rnida bo'lishni xohlaydigan boshqa ayolni ko'rmadim. Oysha binti Abu Bakr. Ummul Aswad Savda binti Zam'a ibn Qays al-Qurashiyya. To'liq ismlari Savda binti Zam'a ibn Qays ibn Abdushams ibn Abduvud ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Omir ibn Lu'ay. Savda onamiz Makkada tavallud topdilar. Otalari Qurayshning Bani Omir ibn Lu'ay qabilasidan Zam'a ibn Qays. Onalari asli Madinalik Bani Najjordan Shamus binti Qaysdir. Nasablari ota tomondan bobolari Omir ibn Lu'ayda Rasulullohning nasablari bilan tutashadi. O'zlariga o'xshab ilk musulmonlardan bo'lgan amakilarining o'g'li Sakron ibn Amr bilan turmush qurdilar. Biroq mushriklarning qiynoqlariga chiday olmaganlari sabab Habashistonga ikkinchi guruh bilan hijrat qilishga majbur bo'lganlar va ko'zga ko'ringan mushriklardan bir guruhining islomni qabul qilganlarga doir tarqalgan asossiz xabarlar sababli Makkaga qaytganlar. Savda onamiz bir kuni erlari Sakron ibn Amirga ko'rgan tushlarini aytib, kechasi tushimda Rasululloh meni bo'ynimni bosganlarini ko'rdim dedilar-da, bir lahza sukut saqlab, so'ng gaplarida davom etdilar va buning ta'biri qanday ekani dedilar. Sakron xotinining ko'rgan tushining ta'biri haqida biroz o'ylanib jim turgach, "Ey Savda, agar gaping rost bo'lsa men vafot etaman va Rasululloh senga uylanadilar" dedi. Bir muddat o'tib Sakron ibn Amr vafot etdi va Savda onamiz 5 ta bola bilan yolg'izlanib qoldilar. Payg'ambarlikning 10-yilida Hadicha onamiz vafot etganlaridan keyin sahobalardan Usmon ibn Mas'unning ayoli Havla binti Hakimning tavsiyasiga ko'ra Rasululloh Savda onamizga o'zlariga turmushga chiqishni taklif qildilar. Savda onamiz yetim bolalari u zotga tashvish tug'dirishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni bildirsalar ham, payg'ambarimiz bunda hech qanday hijolatchilik yo'qligini aytdilar. So'ng u zot Savda onamizni 400 dirham mahr bilan nikohlab oldilar. Rasululloh Madinaga hijrat qilib, o'sha joyda Oysha onamizga uylangunlariga qadar Savda onamiz 4 yil mobaynida u zotning yolg'iz ayollari bo'lib qoldilar. Hadicha onamiz vafot etganlarida qizlari Ummu Kulsum va Fotimalarga onalik qildilar. Bu nikoh orqali Rasululloh uylanganlarida yoshlari 50 dan oshgan Savda onamizni mushrik yaqinlari tomonidan yetkaziladigan yomonliklardan himoya qildilar. Savda onamiz Rasulullohga turmushga chiqib, u zotning xonadonlariga kirar ekanlar, Hadicha onamizning o'rnini bosa olmasliklarini juda yaxshi bilar edilar. Shunday bo'lsa-da Rasulullohga chin dildan, qo'llaridan kelganicha xizmatlarida bo'lish va qizlariga g'amxo'rlik qilishni juda xohlardilar. Savda binti Zam'a onamiz uzun bo'yli, jussador va sekin harakat qiluvchi ayol edilar. Shu jihatlari bilan e'tiborni tortganlari va tanilganlari uchun hijob haqida oyat tushishiga sabab bo'ldilar. Hadisi sharifda shunday keladi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollari qazoyi hojat uchun tunda manosiyaga chiqishardi. U baland va keng joydir. Umar roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ayollaringizni begona nigohlardan to'sing der. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa buni qilmas edilar. Kechalarning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning juft halollari Savda binti Zam'a roziyallohu anha o'sha joyga chiqdilar. Bo'ylari uzun edi. Umar hijob haqida oyat tushirilishini qattiq istaganidan unga "Ey Savda, biz seni tanib bo'ldik" deb baqirdilar.
Keyin Alloh hijob oyatini nozil qildi. Imom Buxoriy rivoyati. Savda binti Zam'a roziyallohu anha vidolashuv haji paytida olomon orasida yurib borayotib qiynalganlari uchun payg'ambarimizdan ruxsat olib Muzdalifadan Minoga ertaroq bordilar va shaytonga tosh otish amalini boshqalardan avvalroq bajardilar. Hadisi sharifda shunday marhamat qilinadi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Jam kechasi Savda roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan izn so'radi. U to'ladan kelgan, shoshilmay sekin harakat qiladigan ayol edi. Unga izn berdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Muzdalifaga tushganimizda Savda roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan odamlarning ur-yiqitlaridan oldinroq qaytishga izn so'radi. U sekin harakat qiladigan ayol edi. Unga izn berdilar. U odamlarning ur-yiqitlaridan avval qaytib ketdi. Biz esa tong otguncha turdik. So'ng u zotning qaytishlarida birga qaytdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Savda roziyallohu anha izn so'ragandek izn so'ragan bo'lganimda, bu mening uchun har qancha xursandchilikdan suyukli bo'lar edi. Imom Buxoriy rivoyati. Savda onamiz terichilikda mohir bo'lib, Toyif uslubida teriga ishlov berar, hamda shu ishdan topgan pullari bilan nochorlarga va hech kimi yo'qlarga yordam qo'lini cho'zardilar. Hazrati Umar ibn Xattob xalifalik davrida kambag'al ehtiyojlarga tarqatishlari uchun Savda onamizga bir hamyon dirham berib yuborganlari manbalarda qayd etilgan. Savda binti Zam'a onamiz Rasulullohning boshqa ayollari, ayniqsa Oysha onamiz bilan juda yaxshi kelishardilar. Oysha onamiz ham u kishini yaxshi ko'rar, unga o'xshashni orzu qilishlarini aytardilar. Tahrim surasining ilk oyatlari tushishiga sabab bo'lgan asal sharbati voqeasida Savda onamiz Oysha onamizning aytganlarini qildilar. Biroq keyinroq bundan pushaymon bo'ldilar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam holva va asalni yaxshi ko'rar edilar. Asr namozini o'qib, ayollari oldiga o'tar va yaqinlik qilar edilar. Bir kuni Hafsa roziyallohu anhoning huzurlariga kirib, har doimgidan ko'proq ushlanib qoldilar. Buning sababi haqida so'rab surishtirgandim. Uning qavmidan bir ayol Hafsaga bir ukka asal hadiya qilibdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'shandan bir xo'plam ichiribdi deyishdi. Shunda Allohga qasamki, u zot uchun bir hiyla qilamiz dedim. Keyin Savda binti Zam'aga buni aytib berdim va unga u zot oldingizga kirib, sizga yaqinlashganlarida "Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mag'ofir yedingizmi?" deng dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam yo'q deydilar. Siz u zotga sizdan kelayotgan bu hid nima deng. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarida yomon hid bo'lishini yoqtirmas edilar. U zot sizga Hafsa menga bir xo'plam asal ichirgandi deydilar. Siz esa asalarisi urfut yegan ekanda deng. Men ham shunday deyman. Ey Sofiya, siz ham shunday deng dedim. Savda roziyallohu anha aytdilar: Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan Allohga qasamki, siz aytgan narsani u zot eshik oldida ekanliklarida sizning malomatingizdan qo'rqib aytib yuboray dedim. U zot yaqinlashganlarida Savda roziyallohu anha u zotga: Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mag'ofir yedingizmi dedi. U zot yo'q dedilar. Savda roziyallohu anha: Sizdan kelayotgan bu nimaning hidi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Hafsa menga bir xo'plam asal ichirgan edi dedilar. Savda roziyallohu anha: Asalarisi urfut yegan ekanda dedi. Keyin mening oldimga kelganlarida men ham shunday dedim.
Undan keyin aylanib Sofiya roziyallohu anhoning huzuriga kirganlarida u ham shunday dedi. So'ng u zot Hafsa roziyallohu anhoning oldiga kirganlarida Hafsa roziyallohu anho: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga asaldan beraymi?" dedi. Shunda u zot: "Unga ehtiyojim yo'q" dedilar. Savda roziyallohu anha: "Subhanalloh, Allohga qasamki biz u zotni mahrum qildik deyotgan edi. Men unga jim bo'ling dedim." Imom Muslim rivoyati. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men Savda roziyallohu anhodan ko'ra irodaliroq va o'zim uning o'rnida bo'lishni xohlaydigan boshqa ayolni ko'rmadim. U yoshi katta bo'lganida Rasululloh bilan bo'ladigan o'z kunini Oyshaga berib: "Ey Allohning rasuli, sizdagi haqqim bor kunimni Oyshaga berdim" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyshaga 2 kun, o'z kunini va Savdaning kunini taqdim qilar edilar. Imom Muslim rivoyati. Yuqorida ham ta'kidlanganidek, Savda onamiz keksaygan paytlarida payg'ambarimizning o'zlari bilan tunash navbatlarini Oysha onamizga qoldirganlar. Ularning bu ishlari o'xshash hollar uchun dalil sifatida qo'llanilgan. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safar qilmoqchi bo'lsalar, ayollarning o'rtasida qur'a tashlar edilar. Qaysi birlarining chekiga chiqsa, uni o'zlari bilan olib chiqar edilar. Ulardan har birlariga o'ziga xos kun va kechani taqsim qilardilar. Faqatgina Savda binti Zam'a roziyallohu anha o'z kunlari va tunlarini Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Oyshaga tortiq qilgan. Bu bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning roziliklarini istagan edilar. Imom Buxoriy rivoyati. Bir rivoyatga ko'ra, Savda onamiz qarib qolganlari uchun taloq qo'yishlaridan xavotirlanib, Rasulullohga murojaat qilganlar. Oxiratda payg'ambarning ayoli sifatida hashr bo'lishni xohlashlarini va tunash haqqini Oysha onamizga berganliklarini bildirganlar. Shu voqeadan so'ng Niso surasining 128-oyati nozil bo'lgan. Qaysi bir xotin erdan unga nisbatan ko'ngilsiz bo'lishi yoki uning voz kechishidan qo'rqsa, o'rtalarini isloh qilib olishlarida ularga gunoh yo'qdir. Niso surasi 128-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Savda onamizga muloyimlik va yumshoqlik bilan muomala qilar, ko'ngillariga qarab onamiz bilan hazillashar edilar. Haqiqatan Savda onamiz o'zlarining ochiq ko'ngillari va pokiza qalblari ila Rasulullohning ko'ngillariga surur bag'ishlar edilar. Savda onamiz kechalari tahajjud namozlarini Rasulullohga ergashib o'qir edilar. U zotning tavsiyalarini bajo keltirish uchun katta vidolashuv hajida ayollarga o'z uylarida o'tirishlari yaxshiroq bo'lishini aytganlaridan keyin va vafotlaridan so'ng ham haj uchun bo'lsa-da uzoq yo'lga chiqmadilar. Savda onamiz Rasululloh vafotlaridan so'ng ko'p yashamadilar. Qolgan umrlarini toat, ibodat, xayr, saxovat va infoq bilan o'tkazdilar. Onamiz Umar ibn Xattob tomonidan yuborilgan dirhamlarni faqir va miskinlarga ulashar edilar. Savda onamiz hijriy 23-yilda Madinada vafot etdilar. Janoza namozlarini Hazrati Umar o'qidilar va Jannatul Baqiyga dafn qilindilar. Ularning hijriy 54-yilda vafot etganliklariga doir rivoyat esa to'g'ri deb topilmagan. Rasulullohdan vafotlaridan so'ng birinchi bo'lib u zotga qaysi ayollari qovushishi so'ralganida, qo'li eng uzun bo'lgani deb javob berganlari va bu bilan Savda onamizni ko'zda tutganlari Oysha onamiz tomonlaridan rivoyat qilingan. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ba'zi juft halollari u zotdan:
qay birimiz sizga tezroq yetishamiz deb so'rashdi. U zot, qo'llari uzunrog'ingiz dedilar. Ular bir qamish olib bilaklarini o'lchay boshlashdi. Savda roziyallohu anha ularning eng qo'li uzuni bo'lib chiqdi. Qo'lning uzunligidan murod sadaqa ekanini keyinroq bildik. U zotga oldinroq yetishganimiz Zaynab bo'lib, u sadaqa qilishni yaxshi ko'rar edi. Imom Buxoriy rivoyati. Savda binti Zam'a roziyallohu anha islomning ilk yillaridan boshlab payg'ambarimizning juda yaqinlarida yashaganlariga qaramay, bor yo'g'i 5 ta hadis rivoyat qilganlar. U kishining o'zlaridan esa Abu Hurayra, Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Zubayrdek sahobalar hamda Urva ibn Zubayr, Ato ibn Yasor, Ikrima al-Barbariydik tobiinlar rivoyat qilganlar. O'zbek tilida Savda onamizga bag'ishlab ko'plab asarlar qalamga olingan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Hadis va hayot, Nubuvat xonadoni xonimlari kitobi 25-juz. Ahmad Abdul Javod, Muhammad Umar Daug, Muhammad Ali Qutubning Mo'tabar mo'mina ayollar, Sobirjon Arziqulovning Rasulullohning ahli ayollari, mo'minlarning onalari hayoti kabi asarlar shular jumlasidandir. Shuningdek Anvar Ahmadning Azvaji Mutahharot maqolasini mavzuga doir muxtasar holdagi umumiy ilmiy izlanish sifatida keltirish mumkin. Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha. Alloh Zaynabni dinida gunohdan saqladi. U faqatgina yaxshi so'zlarni so'zlardi. Oysha binti Abu Bakr. So'zlarni Rasulullohga ahlingiz nikohlab bergan. Meni esa Alloh taolo 7 qat osmon ustida Rasulullohga nikohlagan. Zaynab binti Jahsh. Zaynab binti Jahsh ibn Roib al-Asadiyya. To'liq ismlari Zaynab binti Jahsh ibn Roib ibn Yamur ibn Sabra ibn Murra ibn Kabir ibn G'onim ibn Dudon ibn Asad ibn Huzayma. Zaynab onamizning onalari Rasulullohning ammalari Umayma binti Abdul Muttalibdir. Ota tomonidan Qurayshning Asad ibn Huzayma qabilasiga mansub bo'lib, bobolari Roib qabilalar o'rtasida bo'lib o'tgan jangu jadallarning birida vatanini tark etib Makkaga kelgan va Bani Umayya bilan do'stlik o'rnatgan. Otalari Jahsh esa payg'ambarlik davrida vafot etgan bo'lib, uning hamma farzandlari islomni qabul qilganlar. Keyinroq oilaning barcha a'zolari Madinaga hijrat qilganlar. Ularning Makkada tark etgan joylarini esa Qurayshliklar egallab olishgan. Hijratdan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahsh onamizga ular xohlagan taqdirda turmushga berishlarini aytganlar. Zaynab onamiz esa buni Rasulullohdan bo'lgan o'zlari bilan turmush qurish taklifi sifatida tushunganlar va siz qanday xohlasangiz deganlar. Biroq Rasululloh ozod qilingan qullari va asrandilari Zayd ibn Horisaning ismlarini aytganlarida Zaynab onamiz u bilan nikohlanish niyati yo'qligini aytganlar. Ukalari ham bu turmushga qarshi chiqqanlar. Aslida Rasululloh bu nikoh bilan islomda hur va qullarning o'zaro turmush qurishlarida hech qanday mane yo'qligini ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Zaynab onamiz taklifni o'ylab ko'rishlarini aytganlarida Rasululloh o'sha paytda nozil bo'lgan ushbu oyatni o'qidilar. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilganida hech bir mo'min va mo'minaga uni bajarish yoki bajarmaslik ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emasdir. Kim Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas u aniq zalolat bilan yo'ldan ozibdi. Ahzob surasi 36-oyat. Shunda Zaynab onamiz, sizningcha Zayd menga munosib ermi deb so'radilar. Payg'ambarimiz uni munosib ko'rishlarini aytganlaridan so'ng Zayd bilan turmush qurishni qabul qildilar. Ukalari va oilalari ham bu qarorga rozi bo'lishdi.
va 10 dinar, 60 dirham pul, bitta yopinchiq, bitta parda, bitta ayollar ko'ylagi, 50 mud dondun va 30 mud xurmo mahr qilib belgilandi. Zayd ibn Horisa avvalroq Usoma ibn Zaydning onasi bo'lgan yosh jihatidan o'zlaridan katta habashiya Ummu Ayman bilan nikohli edilar. Keyin uylangan ayollari Zaynab onamiz biroz jizzakroq edilar. Juftlar orasida muhabbat yo'qligi bois bu turmushning uzoq davom etmasligini har ikki tomon ham bilardi. Darhaqiqat nikohdan qariyb 1 yil o'tib, Zayd roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, ammangizning qizi meni gap so'zlari bilan ranjitmoqda" dedilar. Payg'ambarimiz tinchlantirishga urinib, og'ir bo'lishga undasalar-da, shikoyatlar tobora ortib boraverdi. Oralaridagi munosabat yaxshilanmasligi anglashilgach, Rasululloh bunga bir nuqta qo'yish yo'llarini o'ylay boshladilar. Boshdan kechirilgan bu tanglik va uning yechimi Allohning kalomida o'z tasdig'ini topdi. Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado etgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado etishgach, ya'ni taloq qilishgach, ularga uylanishlarida qiyinchilik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Allohning amri esa bajariluvchidir. Qatoda ibn Diyoma bilan Voqidiyga ko'ra, ajrashish hijriy 5-yilda, Ma'mar ibn Musannoga ko'ra hijriy 3-yilda yuz bergan edi. To'g'rirog'i 2-rivoyatdir. Chunki Ibn Sa'dga ko'ra Zaynab onamiz hijriy 20-yilda vafot etganlarida 53, payg'ambarimiz bilan nikohlanganlarida 35 yoshda edilar. Payg'ambarimizning Zaynab onamiz bilan turmush qurishlari mavzusida keng tarqalgan ba'zi rivoyatlar mavjud. Ana shulardan biriga ko'ra, Rasululloh Zayd bilan uchrashish uchun uning uyiga borganlar. Bu paytda Zayd uyda yo'q edilar. Ibn Hibbonga ko'ra Zayd uyda tahorat olayotgan edilar. Shu sababli Rasululloh bir oz kutib turdilar. Shunda bexosdan eshik ustida osilgan junparda shamoldan ochildi va Rasululloh Zaynab onamizni ko'rdilar. Onamiz ham payg'ambarimiz tashqarida kutib turganlari uchun bezovtalanib shoshilgan holda eshikka keldilar. Zaynab onamiz Rasulullohni ichkariga taklif qilgan bo'lsalar-da, biroq u zot kirmadilar va qalblarni o'zi xohlagandek tasarruf etuvchi Alloh nuqson sifatlardan pokdir deb qaytib ketdilar. Rasululloh bu so'zlari bilan qalblarida ajoyib holatlar borligi, buni esa Alloh yaratganini bayon qilmoqda edilar. Zero Zayd ibn Horisa qora tanli habashiy bo'lgan Ummu Aymanga muhabbat bilan bog'langani holda Zaynabdek go'zal ayol bilan o'zaro iliqlik hosil qila olmagan edilar. Zayd uyga kelganlarida Zaynab onamiz bo'lib o'tganlarni so'zlab berdilar va Rasulullohning aytganlarini yetkazdilar. Shunda Zayd roziyallohu anhu Zaynab onamiz bilan ajrashish vaqti yetib kelganini mulohaza qilib, payg'ambarimiz oldilariga bordilar va Zaynab onamizga talog'ini berish borasida qarorlari qat'iy ekanini bildirdilar. Rasululloh ularni bunday qilma, Allohdan qo'rq deb bir necha marta ogohlantirgan bo'lsalar ham Zayd ayollariga talog'ini berdilar va bir necha kun o'tib taloq qarorini payg'ambarimizga bildirdilar. Natijada payg'ambarimiz Zaynab onamizga uylanishga qaror berdilar va buni xabar berish uchun Zaydni Zaynab onamizning uylariga yubordilar. Nikoh xabarini Zaynab onamizga Ummu Rofining yetkazgani ham aytilgan. Bir rivoyatda Rasulullohning Zaynab onamizga uylanishlarida Zaynabning akasi Abu Ahmad ibn Jaxshbosh bo'lganlari aytilgan. Rasululloh bu onamizga ham 400 dirham mahr berganlar. Rasululloh Zaynab onamizga uylanganlaridan keyin
Mushriklar va munofiqlar bu nikoh bilan bog'liq har xil gap so'zlar qilgan bo'lsalar-da, yuqorida zikr qilingan oyat sabab bu nikoh tazkiya qilinib, ya'ni oqlanib, tasdiqlandi va asrandi farzand taloq qo'ygan ayol bilan turmush qurib bo'lmasligiga doir johiliyat odati ham bekor qilindi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Zayd ibn Horisa ayolidan shikoyat qilib kelib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga: "Allohdan qo'rq, juftingni o'zingda saqla, ya'ni taloq qilishga shoshilma" deyaverdilar. Oysha roziyallohu anha: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron narsani yashirganlarida mana shu Zaydning ayoliga uylanish voqeasini yashirgan bo'lardilar deganlar. Anas: Zaynab roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalariga maqtanib: "Sizlarni Rasulullohga ahlingiz nikohlab bergan, meni esa Alloh taolo 7 qat osmon ustida Rasulullohga nikohlagan" der edilar. Sobit roziyallohu anhudan: "Alloh oshkor qiluvchi bo'lgan narsani ichingizda yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishga haqliroq bo'lgan holingizda siz odamlardan, ya'ni ta'nalardan qo'rqqan edingiz" degan oyati Zaynab roziyallohu anha va Zayd ibn Horisa roziyallohu anhular haqlariga nozil bo'lgan degani rivoyat qilingan. Imom Buxoriy rivoyati. Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha. Tasattur oyati, ya'ni hijob oyat ham Zaynab onamizning to'y valimalaridan keyin nozil bo'ldi va musulmonlarga taomni yeb bo'lgandan keyin uy egasining oldida o'tirib gap so'zga berilmasliklari lozimligi uqtirildi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar: Hijob oyati Zaynab binti Jahsh haqida nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha kuni to'y qilib dasturxonga non va go'sht tortganlar. U, ya'ni Zaynab onamiz, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalariga faxrlanib: "Alloh meni osmondan nikohim xabarini bergan" der edi. Imom Buxoriy rivoyati. Zaynab onamiz Alloh taolo o'zlarini sharaflagani va buyuk ne'mat berganini eslab: "Ey Allohning rasuli, men sizning boshqa ayollaringiz kabi emasman. Chunki mendan boshqa barcha ayolingizni otasi yoki aka-ukasi yoxud ahlidan bo'lgan birortasi sizga uylantirgan. Alloh taolo sizga osmondan nikohlanishim xabarini bergan" der edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ibodat va riyozatga juda berilganlari uchun Zaynab binti Jahsh onamizga alohida hurmat bilan qaraganlar. Shu boisdan Oysha va Hafsa onalarimizning ularni biroz rashk qilishgani rivoyat qilingan. Rasulullohning ayollari Zaynab onamizni u zotning huzurlaridagi darajalari, u kishiga bo'lgan mehr muhabbatlarini juda yaxshi bilar edilar. Hatto Oysha onamiz ham Zaynab onamiz Rasulullohning roziliklarini olishlari, u zot sallallohu alayhi va sallam u kishidan xursand ekanlarini sezib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Zaynabdan boshqa birorta ayollari men bilan bellasha olmaydi derdilar. Zaynab onamizning go'zal vasflari Rasulullohda chuqur ta'sirga ega bo'lgan. Shu sababli ba'zi hukmlar tushgan. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zaynab binti Jahshning huzurida qolib ketar, uning oldida asal sharbati ichar edilar. Hafsa ikkovimiz Nabiy sallallohu alayhi va sallam qay birimizning oldimizga kirsalar, "Sizdan mag'ofir hidi kelyapti. Mag'ofir yedingizmi?" desin deb kelishib oldik. O zot birimizning oldimizga kirdilar. O zotga o'sha gapni aytgan edik. "Yo'q, Zaynab binti Jahshning oldida asal sharbati ichgan edim. Endi aslo buni qilmayman" dedilar. Shunda oyatning: "Ey payg'ambar, nega xotinlaringizning roziligini istab
Alloh siz uchun halol qilgan narsani, ya'ni asalni harom qilib olursiz degan oyatidan Oysha va Hafsa haqidagi agar sizlar Allohga tavba qilsangiz, o'zlaringizga yaxshi degan oyatigacha bo'lgan qismi nozil bo'ldi. Payg'ambar xotinlaridan biriga, ya'ni Hafsaga bir gapni xufiyona aytganini eslang degan oyati esa u zotning yo'q, asal sharbati ichdim degan gaplari haqidadir. Zaynab onamiz Rasululloh bilan birga Toyif qamalida qatnashganlar. Payg'ambarimiz haj safari chog'ida Zaynab onamizga yonlaridagi tuyalaridan birini tuyasi oqsayotgan Sofiya binti Huyaynga berishlarini aytganlarida, Zaynab onamiz tuyalarini bir yahudiy qiziga berishdan bosh tortganlarida ranjiganlar va 3 oyga yaqin u kishining yonlariga bormagan edilar. Zaynab onamiz payg'ambarimiz bilan turmush qurganlarida 35 yoshda bo'lganlarini inobatga olsak, Hijriy 1-yilda Zaydga turmushga chiqqan paytlarida kamida 30 yoki 33 yoshda bo'lishlari kerak bo'ladi. Ba'zi tarixchilar tengqurlariga nisbatan ularning bunchalik kech turmush qurganlarini izohlay olmaganlar. Men Qurayshning ersiz ayoliman deganlarini beva ayol deya izohlashgan. Shunga asoslanib Zaynab onamizning islomdan avval yana bir turmush qurganlarini ilgari surgan bo'lsalar-da, biroq bu fikrning asosli dalili yo'q. Zaynab binti Jahsh onamiz vafot etganlarida janozalari habashiylar ishlatadigan tobutsimon narsada olib borildi va qabrga qo'yilayotganda boshqalar ko'rmasligi uchun ustlariga parda tortib qo'yildi. Janoza namozi Umar ibn Xattob tomonidan o'qilib, Baqiy qabristoniga dafn etildilar. Hazrati Umar Zaynab onamizning qabrlari tepasiga qabrni bildirib turuvchi bir belgi qo'yganlar. Zaynab onamiz vafot etganlarida Rasulullohning ayollari juda og'ir judolikka yo'liqdilar. Ummu Salama roziyallohu anha onamiz Zaynab Rasulullohga yoqqan, u zotni rozi qilgan, soliha, ko'p roza tutuvchi va kechalari muntazam ibodat qiluvchi ayol edi. O'z qo'li bilan yasashni bilgan narsalarni sotib, pulini miskin va beva bechoralarga sadaqa qilar edi deganlar. Rivoyatlarda bo'ylari past bo'lgan deb aytilgan Zaynab binti Jahsh onamiz juda saxiy va qanoatli ayol edilar. Vafot etganlarida yonlarida bir dirham ham yo'q edi. Ifk voqeasi haqida Oysha onamiz aytadilar. Bu gapni Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Xazrajlik bir qancha kishilar orasida Mistah va Hamna binti Jahsh aytgan gaplarga qo'shib, bo'rttirib tarqatdi. Hamna binti Jahshning opasi Zaynab binti Jahsh Rasulullohning ayollari bo'lib, undan boshqa ayollari u zotning huzurlarida men bilan darajada raqobatlasha olmasdi. Lekin Alloh Zaynabni dinida gunohdan saqladi. U faqatgina yaxshi so'zlarni so'zlardi. Zaynab onamizning vafot etganlari haqidagi xabarni eshitgan Oysha onamiz, u maqtovga loyiq va parhezkor holda vafot etdi. Bevalar va miskinlar endi boshpanasiz qoldi deganlar. Ibn Shihob az-Zuhriy rahimahulloh ifk ahli to'g'risida rivoyat qilgan hadisda Oysha onamiz nomidan shunday naql qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zaynab binti Jahsh roziyallohu anhodan mening ishim haqida, ey Zaynab, u haqida nima bilasan, nima deb o'ylaysan deb so'radilar. U esa, ey Allohning rasuli, men quloqim va ko'zimni yolg'ondan saqlayman. Allohga qasamki, u haqida faqat yaxshilikni bilaman debdi. Rasululloh nazdlarida husn va mavqeida men bilan raqobat qiladigan ham u edi. Alloh uni taqvosi tufayli yolg'on guvohlik berishdan saqlab qoldi. Imom Buxoriy rivoyati. Ibn Sa'dning qayd etishicha, Zaynab binti Jahsh onamiz qo'l mehnatini yaxshi ko'rar, teri oshlash, teri tikish, munchoq tizishdek oddiy ishlardan topgan daromadlarini
Alloh yo'lida sarflar edilar. Hazrati Umar davrida o'zlariga ajratilgan 12 ming dirhamni kambag'al bechoralarga tarqatganlari ham bu fikrning isbotidir. Zaynab onamiz tomonlaridan naql qilingan 20 ta rivoyat hadis kitoblaridan joy olgan. Zaynab binti Jahsh onamiz haqlarida ko'plab asarlar yozilgan. Ulardan Zohir ibn Avvod al-Almaining Ma'a al-Mufassirin wal Mustashriqin fi zawajin Nabiy sallallohu alayhi va sallam bi Zaynab binti Jahsh. Latifa Muhammad Solih al-Farfurning As-Sayyida Zaynab roziyallohu anha ummul mu'minin va Muhammad Solim Jikniyning At-Tahqiq fi qaziyati zawajin Nabiy sallallohu alayhi va sallam bi Zaynab binti Jahsh roziyallohu anha fi Dawa'il kitabi va sunna nomli asarlarni zikr qilib o'tish mumkin. O'zbek tilida ham ayni mavzu bilan bog'liq ko'plab asarlar yozilgan. Abdul Malik ibn Hisham al-Maofirining As-Sira an-Nabawiyya, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Hayot va hadis, Nubuvat xonadoni xonimlari kitobi 25-juz, Ahmad Abdul Javod, Muhammad Umar Dauq, Muhammad Ali Qutubning Mo'tabar mo'mina ayollar, Sobirjon Arziqulovning Rasulullohning ahli ayollari, mo'minlar onalarining hayoti asarlari shular jumlasidandir. Shuningdek mavzuga doir Sayyora Murodjon qizi tomonidan Zaynab binti Jahsh qo'li eng uzun onamiz maqolasi e'lon qilingan. Ummu Salama roziyallohu anha. Ey Ummu Salama, sen va qizing Zaynab ahli baytdansizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ummu Salama Hind binti Abu Umayya Suhayl ibn Mughira al-Qurashiyya al-Makhzumiyya. To'liq ismlari Ummu Salama binti Abu Umayya ibn Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum ibn Yaqza ibn Murra ibn Kab ibn Lu'ay. 84 yoshlarida vafot etganlariga ko'ra, payg'ambarimizga payg'ambarlik vahiysi nozil bo'la boshlashidan 13 yilcha avval tug'ilganlar. Ismlarining Ramla bo'lganligi haqidagi rivoyat to'g'ri emas. Hind ismidan ko'ra Ummu Salama kunyasi bilan tanilganlar. Quraysh qabilasining Bani Mahzun urug'iga mansub bo'lib, nasablari Rasulullohning nasablari bilan 7-bobolari Murrada tutashadi. Otalari Abu Umayya qo'li ochiq inson bo'lgani va birga safarga chiqqan yo'lovchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlagani uchun Zodir Rokib, ya'ni karvon ozig'i laqabini olgan. Onalari Bani Forsdan Otika binti Omir al-Kinoniyyadir. Sahobalardan Abdulloh, Omir, Zuhayr, Muhojir, Rayta va Qariba uning tug'ishgan og'a-inilari. Xolid ibn Valid esa amakilarining o'g'lidir. Ummu Salama onamiz dastlab boshqa bir amakilarining o'g'li, payg'ambarimizning emikdoshlari va ammalari Barra binti Abdul Muttalibning o'g'li Abu Salama ibn Abdul Asad al-Mahzumi bilan turmush qurdilar. Erlari islomni qabul qilgan 11-chi, o'zlari esa 12-kishidir. Erlari bilan birga Habashistonga hijrat qildilar. Biroq makkaliklarning islomni qabul qilganliklari haqidagi xabar tarqalgach, Makkaga qaytishdi. Ummu Salama onamiz Aqaba bay'atidan 1 yil avval erlari bilan Madinaga hijrat qilish uchun yo'lga chiqqan bo'lsalar-da, biroq Bani Mahzun qabilasi ularni yo'ldan qaytardi. Erlari Abu Salamaning oilasi o'g'illari Salamani bu bola bizning oilamizga mansub deb, uni Ummu Salama onamizning qo'llaridan tortib olib, ona bilan o'g'ilni bir-birlaridan ajratdi. Shunda Abu Salama yolg'iz o'zlari hijrat qildilar. Ham erlaridan, ham o'g'illaridan ajralgan Ummu Salama onamiz 1 yil ko'z yosh to'kdilar.
Ularning bu ahvollariga chiday olmagan ikki oila Ummu Salama onamizning hijrat qilishlariga ruxsat berishdi. Ona bolaning yolg'iz Madina sari ketayotganini ko'rgan va o'sha paytda hali musulmon bo'lmagan Usmon ibn Talha ularni Madinagacha kuzatib qo'ydi. Shu taxlit Quraysh qabilasidan Madinaga ilk hijrat qilganlar Ummu Salama onamiz va erlari bo'ldi. Ummu Salama onamizning farzandlari Umar, Durra va Zaynablar Madinada dunyoga kelishgani yoki barcha farzandlari Habashistonda tug'ilgani rivoyat qilingan. Boshqa bir rivoyatda Ummu Salama onamiz Salama, Umar, Zaynab va Ruqiya ismli farzandlarni dunyoga keltirganlari aytilgan. Ummu Salama onamizning farzandlaridan Ibn Abu Salama deb tanilgan Umar quyidagi mashhur hadisni Rasulullohdan rivoyat qilgani va taomlanish odobini u zotning shaxsan o'zlaridan o'rgangani bilan mashhur bo'lgan. Umar ibn Abu Salama roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaramog'laridagi yosh bola edim. Qo'lim tovoqning har joyiga cho'zilardi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga: "Hoy bola, Allohning ismini aytgan, o'ng qo'ling bilan yegan va oldingdan yegin" dedilar. Shundan beri ana shunday taomlanaman. Imom Buxoriy rivoyati. Ummu Salama onamizning birinchi erlari Abu Salama Uhud g'azotidan avval jarohatining, keyinroq madda olishi sababli kasali tobora kuchaydi. Dastlab ayollaridan o'zlari vafot etgan taqdirda hech kimga turmushga chiqmasliklarini xohlagan bo'lsalar-da, biroq keyinroq bu fikrlaridan voz kechib, turmush qurishlarini tanlaydilar. Bundan tashqari xayrliroq birortasi bilan oila qurishlarini so'rab, Allohga duo qiladilar. Abu Salama hijriy 4-yilda vafot etgach, Ummu Salama onamiz erlarining ortidan ancha vaqt yig'i-sig'i qilib yurdilar va Rasulullohdan nima qilishlari lozimligini so'radilar. U zot esa vafot etgan erlaridan xayrliroq birortasi nasib etishi uchun Allohga duo qilishlarini aytdilar. Ummu Salama onamizga dastlab Hazrati Abu Bakr, keyin esa Hazrati Umar turmush qurishni taklif qildilar. Biroq onamiz bu taklifni qabul qilmadilar. Keyinroq esa Rasulullohdan nikoh taklifi keldi. Ummu Salama onamiz bu taklifni qabul qilsalar-da, ham qari, ham rashkchi ayol ekanlari, bundan tashqari bolalari ko'pligini aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam esa u kishiga o'zlari ulardan ham qariroq ekanliklari, rashkchiliklarini ketkazish uchun Allohga duo qilishlarini, bolalarini ham bag'irlariga olishlarini aytganlaridan so'ng Ummu Salama onamiz turmush qurish taklifiga rozi bo'ldilar. Nihoyat hijriy 4-yilning Shavvolida Ummu Salama onamiz mo'minlarning onalari safiga qo'shildilar. Rasululloh u kishiga ichi xurmo barglari bilan to'ldirilgan to'shak, qadah, lagan va bitta yorg'unchoqni mahr qilib berganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi g'azotlarga Ummu Salama onamizni ham olib ketganlar. Onamiz Rasululloh bilan Xaybar va Toyif safarlarida ishtirok etganlar. Qur'on oyatlarining Ummu Salama onamizning uylarida nozil bo'lishi. Vahiy Rasulullohga Oysha onamizning uylarida bo'lganlarida nozil bo'lar va onamiz bu bilan boshqa ayollar orasida maqtanib yurardilar. Bu hol Ummu Salama onamiz kelgunlariga qadar davom etdi. Ummu Salama onamizning uylarida nozil bo'lgan Qur'oni Karim oyatlari haqida quyidagilarni keltirish mumkin. 1. Rasulullohning hijriy 5-yilda Bani Qurayzaga qilgan g'azotlari paytida qamal qilingan yahudiylar jamoasiga vakil bo'lib borgan ansoriy sahoba Abu Luboba ibn Abdul Munzirning tavbasi qabul bo'lgani haqidagi oyat. Ibn Hishom, Sufyon ibn Uyayna Ismoil ibn Abu Xoliddan, u Abdulloh ibn Abu Qatodadan rivoyat qilib aytishicha, Alloh taolo Abu Luboba to'g'risida ushbu oyatni nozil qildi.
Ey iymon keltirganlar, Allohga va rasuliga xiyonat qilmangiz va bir-biringizdagi qo'ygan omonatlaringizga ham bilib turib xiyonat qilmangiz. Anfal surasi 27-oyat. Ibn Ishoq: menga Yazid ibn Abdulloh ibn Qusaydning aytib berishicha, Abu Lubobaning gunohi af etilgani haqidagi oyat Rasululloh Ummu Salamaning uydaliklarida sahar vaqtida nozil bo'ldi. Ummu Salama aytadilar: Rasulullohning erta tongda kulayotganlarini eshitdim va nimadan kulyapsiz yo Rasululloh dedim. Rasululloh: Abu Lubobaning tavbasi qabul bo'ldi dedilar. Men: unga xushxabarni yetkazaymi yo Rasululloh dedim. Rasululloh: ha, agar istasang dedilar. Keyin Ummu Salama eshigi yonida turib, o'shanda ularga hali hijob farz qilinmagan edi. Hoy Abu Luboba, Alloh sening tavbangni qabul qildi dedilar. Ummu Salama deydi: odamlar uni yechish uchun yugurib kelishdi. Shunda u: yo'q, Allohga qasamki, Rasululloh o'z qo'llari bilan yechib yubormagunlaricha menga tegmanglar dedi. Rasululloh tong namoziga chiqayotganlarida uni yechib yubordilar. Ibn Hishom rivoyati. Ibn Hishom: Abu Luboba ustunga bog'langan holda 6 kun turdi. Har namoz vaqtida ayoli kelib, namozni ado etib olishi uchun bo'shatib qo'yar edi. So'ng u yana o'zini ustunga bog'lab olardi. Menga ilm ahlidan bo'lgan ba'zi kishilarning aytib berishlaricha, Alloh taoloning uning tavbasi haqidagi oyat karimasi shudir: yana boshqalar ham borki, gunohlarini tan olurlar. Ular yaxshi ishni boshqasi, ya'ni yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini shoyat qabul qilsa, albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Tavba surasi 102-oyat. 2. Tabuk g'azotida ishtirok etmagan, keyin tavbasi qabul bo'lgan 3 kishi, Kab ibn Malik va uning do'stlarining tavbasi qabul bo'lgani xususidagi oyat edi. Yana jangga chiqmay qolgan 3 kishining ham tavbalarini qabul etdi. Ularga yer shuncha kengligi bilan torlik qilgan, dillari tang bo'lgan va Alloh g'azabidan faqat o'ziga qochish bilan panoh topishlarini bilishgandan so'ngra ular tavba qiluvchilardan bo'lishlari uchun Alloh tavbalarini qabul etdi. Albatta Alloh Tavvob, ya'ni tavbalarni qabul qiluvchi va rahimlidir. Tavba surasi 118-oyat. Ummu Salama onamiz juda go'zal ayol edilar. Ularning go'zalliklarini eshitganlarida Oysha onamizning rashklari qo'zg'agani, yuzlarini ko'rganlarida esa tavsif etilgandan ham go'zalroq holda ko'rganlarini aytardilar. Rasululloh o'rinli fikrlari sababli Ummu Salama onamizning ra'ylariga qarar edilar. Misol uchun Hudaybiya kelishuvida Makkaliklarga katta yonbosishlar bo'lganini o'ylagan musulmonlar g'amga botib turishganida, Rasululloh ular qurbonliklarini Hudaybiyada so'yishlarini va soch soqollarini olishlarini buyurganlari hamda buni 3 marta takrorlaganlari holda hech kim bu ishga unamadi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ummu Salama onamizning oldilariga borib, bu holatni ma'lum qildilar. Ummu Salama onamiz u zotga tashqariga chiqib o'z qurbonliklarini so'yib, sochlarini oldirsalar, o'zidan sahobalar ham hech shubhasiz u zotga ergashishlarini aytdilar. Payg'ambarimiz shu maslahatga ko'ra ish tutgan edilar. Haqiqatan Ummu Salama onamiz aytganlaridek bo'lib chiqdi. Rasululloh bir gal Ummu Salama onamizning hujralarida ekanliklarida Jabroil alayhissalom inson suratida ko'rinadilar. Jabroil alayhissalom ketganlaridan keyin payg'ambarimiz u kishidan bu shaxs kim ekanini so'raganlarida onamiz:
Dihya ibn Xalifa al-Kalbiy deydilar. Rasululloh esa u kishini Jabroil alayhissalom deydilar. Abu Usoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Menga ma'lum qilinishicha, Jabroil alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelganlarida oldilarida Ummu Salama roziyallohu anha ham bor ekanlar. Jabroil alayhissalom gapirib keyin turib ketdilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ummu Salamaga "Bu kim?" debdilar yoki shunga o'xshash gap aytibdilar. U "Bu Dihya-da" debdilar. Ummu Salama "Allohga qasamki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam xutbalarida Jabroil alayhissalom haqlarida xabar bermagunlaricha men u kishini faqat Dihya deb o'ylabman" deganlar yoki shunga o'xshash gap aytganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Rasulullohning ayollari orasida Oysha onamizdan keyin Ummu Salama onamiz eng ko'p hadis rivoyat qilganlar. Onamiz Rasulullohdan boshqa birinchi erlari Abu Salamadan, Ja'far ibn Abu Talib va Fatima onamizdan 378 ta hadis rivoyat qilganlar. Shu boisdan Ashabul Min, ya'ni 200 ta bilan 1000 ta orasida hadis rivoyat qilgan 10 ta sahoba qatoriga kirganlar. Habashistonga hijrat qilgan musulmonlarni Makka ga qaytishlari uchun Najoshi Ashamaga yuborilgan hay'at bilan bog'liq voqealarni va Ashamaning huzurida aytilgan gap so'zlarni Ummu Salama onamiz juda batafsil holda rivoyat qilganlar. Ummu Salama onamiz rivoyat qilgan hadislardan 13 tasi Sahihul Buxoriy va Sahihu Muslimda muttafaqun alayh holda. Faqatgina 3 tasi Sahihul Buxoriyda, 3 tasi esa faqatgina Sahihu Muslimda joy olgan. Ularning o'zlaridan farzandlari Umar va Zaynab, ukalari Omar, ozod qilgan qullari Abdulloh ibn Rofi, Nofi, Safina, Abu Kasir, shuningdek Ibn Abbos, Oysha va Abu Said al-Xudriydek zabardast sahobalar, Hasan Basriyning onasi, uning xizmatida bo'lgan Xayra, Amra binti Abdurrahmon, Said ibn Musayyab, Aswad ibn Yazid, Hishom ibn Urva, Shayba, Sulaymon ibn Yasar, Masruq ibn Ajda kabi tobiinlar rivoyat qilganlar. Ilmlari sabab payg'ambarimiz ayollari orasida Oysha onamiz bilan Ummu Salama onamiz juda inoq va bir-birlariga hurmat ehtirom bilan yashaganlar. Bu onamiz ilmga bo'lgan qiziqishlari bois Rasulullohdan ko'plab savollar so'rab, ayollar ham ehtilom bo'lishi, g'usul olish chog'ida soch o'ramini agar juda mayin o'rilgan bo'lsa yechishga zarurat yo'qligi, inson o'z bolalariga qiladigan sarf xarajatlari tufayli savob topishlari kabi mavzularni rivoyat qilganlari ahamiyatga molikdir. Sahobalar avlodining ayol mushtahidlari orasida o'rin olgan Ummu Salama onamiz uzoq umr ko'rganlari uchun keyingi yillarda musulmonlarga qiyinchilik tug'dirgan ko'plab muammoli savollarga javob berganlar va o'rinli mulohazalari bilan zamondoshlariga yo'l ko'rsatganlar. Ummu Salama onamizning qizlari Zaynab Rasulullohning himoyalari va g'amxo'rliklari ostida ulg'ayib, o'z zamonasi ayollari orasida faqiha bo'lib yetishgan. Shuningdek, Salama, Durra va Umar ham Rasulullohning qaramoqlarida unib o'sdilar, hamda u zotning ahli baytlari o'laroq nabaviy tarbiya oldilar. Ummu Salama onamiz ahli baytning ta'minoti va himoyasiga o'ta haris edilar. Tarixchilar bu onamiz ayniqsa Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin ahli bayt a'zolarini, xususan Fatima onamizni qattiq himoya qilganlardan bo'lganlarini keltiradilar. Shuningdek, Ummu Salama onamiz ahli baytga bo'lgan kuchli mehr muhabbatlari bilan tanilganlari, Husayn roziyallohu anhu ni tarbiya qilganlari rivoyat qilingan.
Sahobalar orasida 30 ga yaqin ekanliklari aytilgan Qur'on hofizlari qatorida Ummu Salama onamizning nomlari ham zikr qilingan. Onamiz boshqa hofizlardan ko'plab oyatlarni Rasulullohdan birinchi bo'lib eshitganlari bilan ajralib turadilar. Rasulullohning eng oxirgi vafot etgan ayollari Ummu Salama onamizdir. U kishi hijriy 62-yilda Madinada vafot etdilar va Baqiy qabristoniga dafn qilindilar. Ummu Salama onamizning janozalarini Baqiy qabristonida Abu Hurayra roziyallohu anhu o'qiganlar. Ummu Salamani qabrga qo'yish uchun Umar ibn Abu Salama, ukasi Salma, Abdulloh ibn Abdulloh ibn Abu Umayya, Abdulloh ibn Vahb ibn Zam'a al-Asadiyyalar tushganlar. Ummu Salama onamizning hijriy 59 va hijriy 61-yillarda vafot etganlari haqida turli qarashlar mavjud. Unda Husayn roziyallohu anhu Karbaloda shahid etilgani haqidagi noxush xabar kelganida Ummu Salama onamiz chuqur qayg'uga botib xushlaridan ketganlari, musulmonlarning u kishiga ta'ziya bildirganlari va o'sha yilning oxiriga borib vafot etganlari keltirilgan. Ummu Salama onamiz haqlarida Amina Umar Harrod, Ummu Salama al-Aqilatul Alima Ummul Mu'minin va Amina Emziyan Hasani Ummu Salama Ummul Mu'minin nomli mustaqil asarlar yozishgan. Shuningdek Hafsa binti Abdul Karim Az-Zayd Ummul Mu'minin Ummu Salama roziyallohu anha va Juhuduha Da'viyya va Ubaydulloh Abul Qosim Muhammad Rafiq Musnadu Ummul Mu'minin As-Sayyida Ummu Salama min Musnadil Imam Ahmad ibn Hanbal nomli magistrlik ilmiy ishini himoya qilganlar. O'zbek tilida ham ayni mavzuga doir anchagina asarlar nashrdan chiqqan. Abdul Malik ibn Hisham al-Maafirining As-Sira an-Nabawiyya, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Hayot va hadis, Nubuvat xonadoni xonimlari kitobi 25-juz, Ahmad Abdul Javod, Muhammad Umar Dauq, Muhammad Ali Qutbning Mo'tabar mo'mina ayollar, Sobirjon Arzuqulovning Rasulullohning ahli ayollari, mo'minlarning onalari hayoti kabi asarlari shular jumlasidandir. Bundan tashqari mavzuga tegishli holda ilmiy maqola ham e'lon qilingan bo'lib, unga Nigora Usmonovaning Ummu Salama roziyallohu anha uzoq va mazmunli umr maqolasini misol qilib keltirish mumkin. Hafsa binti Umar roziyallohu anha. Hafsa Usmondan, Usmon esa Hafsadan xayrliroq boshqasi bilan nikohlanadi. Hadisi sharif. Ummul Mu'minin Hafsa binti Umar ibn al-Hattob al-Adaviyya. To'liq ismlari Hafsa binti Umar ibn Xattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Abdulloh ibn Qurt ibn Riyoh ibn Razoh ibn Adi ibn Kab ibn Lu'ay. Hafsa onamiz milodiy 605-yilda Makkada tavallud topdilar. Onalari Zaynab binti Maz'un al-Jumahiyya ham sahobiyalardan bo'lganlar. Sahobalardan Usmon ibn Maz'un va Qudoma ibn Maz'un tog'alari. O'zlaridan 6 yosh kichik Abdulloh ibn Umar esa tug'ishgan, ya'ni ota-ona bir ukalaridir. Hafsa onamiz ilk musulmonlardan Abdulloh ibn Xuzofaning ukasi Hunays ibn Xuzofa bilan turmush qurdilar. Biroq nikoh Hunays Habashistonga hijrat qilib, keyinroq Makkaga qaytganlaridan so'ng amalga oshgani aytiladi. Hafsa onamiz erlari bilan birga Madinaga hijrat qildilar. Badr g'azotida qatnashgan Hunaysning qaytayotib yo'lda toblari qochdi va keyinroq Madinada vafot etdilar.
Shunda Hazrati Umar qizini yo opa-singlisini biror fazilatli kishiga turmushga berish odatiga ko'ra oldinroq ayollari, ya'ni Rasulullohning qizlari Ruqayyadan judo bo'lgan Hazrati Usmonga beva qolgan qizlari Hafsa onamizga nikohlanishni taklif qildilar. Hazrati Usmon nikohlanish niyatida emasliklarini aytgach, xuddi shu taklifni Hazrati Abu Bakrga qildilar. Rasululloh Hafsa onamizga uylanishni o'ylab turganlarini bilgan, biroq buni oshkor etishni to'g'ri deb topmagan Hazrati Abu Bakr esa bu taklifga sukut bilan javob qaytargach, Hazrati Umar ranjidilar va niyatlarini Rasulullohga aytdilar. Rasululloh ham yaqinda Hafsa Usmondan, Usmon esa Hafsadan xayrliroq boshqasi bilan nikohlanishlarini aytdilar. Darhaqiqat Rasululloh hijriy 3-yilning Sha'bon oyida Hafsa onamiz bilan nikohlandilar. Hazrati Usmon esa Rasulullohning boshqa qizlari Ummu Kulsumni nikohlariga oldilar. Manbalarda Rasulullohni Hafsa onamizga otalari Umar ibn Xattobning o'zlari uylantirib qo'yganlari va Rasululloh Hafsa onamizga ham 400 dirham mahr berganlari keltiriladi. Hafsa onamiz eng ko'p Oysha onamiz bilan yaxshi kelishganlari, ikkisi Rasulullohni boshqa ayollaridan rashk qilib, ba'zan bu borada o'zaro til biriktirganlari ham kuzatilgan. Darhaqiqat bir gal payg'ambarimiz ayollarining xonadonlarini aylanib yurgan paytlarida Zaynab binti Jahsh onamizning yonlarida ko'proq qolib ketish sabablarini surishtirishgan va Rasulullohga asal sharbati tortiq qilganini bilib olishgan edi. Payg'ambarimiz ularning oldiga kelganlarida u zotdan g'alati hid kelayotgani, bunga esa u zot ichgan asal sharbati sabab bo'lganiga ishora qilib, ba'zi ayollari yonida ko'p qolishiga mane bo'lishga qaror qilishgan edi. Bu qarorlarini amalga oshirgan bo'lsalar-da, biroq keyinroq bundan pushaymon bo'lganlar. Ularning Rasulullohni xafa qilgan bu ishlari bois Hazrati Umar Hafsa onamizni ogohlantirganlar. Hafsa onamiz bilan bog'liq yana bir boshqa voqea esa Rasulullohning Hafsa onamizga bir sir aytganlari. U kishining bu sirni saqlamay, rivoyatga ko'ra Oysha onamizga yetkazganlaridan keyin Alloh taoloning payg'ambarimizni vaziyatdan xabardor qilganidir. Bu sirning nima ekani haqida manbalarda asosan 3 ta rivoyat o'rin olgan. Birinchi, asal sharbati voqeasidan so'ng Rasulullohning bundan keyin aslo asal sharbati ichmasliklariga qasam ichganlari. Ikkinchi, joriyalari Moriya onamizni Hafsa onamiz uylarida bo'lmagan paytda xonadonlariga olganliklari sababli xafa bo'lgan Hafsa onamizga bu ishni boshqa aslo takrorlamasligini aytganlari. Uchinchi, vafotlaridan keyin davlat boshqaruvi Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umarga qolishini ma'lum qilganlari. Alloh taolo halol qilgan narsalarni ayollarini deb o'zlariga harom qilib olmasliklari zarurligiga doir oyatning ilk 2 voqeadan biri sababli nozil bo'lgani ma'lum qilinadi. Ey payg'ambar, nega xotinlaringizning roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli va rahimlidir. Tahrim surasi 1-oyat. Sababi aniq ma'lum bo'lmasa ham, aftidan sir saqlashdagi ayblari tufayli payg'ambarimiz Hafsa onamizni roji'i taloq bilan taloq qilganlari. Voqeadan xabar topgan Hazrati Umarning Rasulullohni ranjitish Allohni ranjitish bilan barobar ekanini o'ylab, juda qattiq xafa bo'lganlari. Shunda Alloh taolo Rasulullohga Hafsa onamizni taloq qilmasliklarini buyurgani yoki Jabroil alayhissalomning Hafsa ko'p roza tutadigan va ko'p namoz o'qiydigan ayol va jannatda sizning juftingizdir deganlaridan keyin taloq berishdan voz kechganlari rivoyat qilingan. Abu Bakr Siddiq davrlarida Zayd ibn Sobitning sa'y harakatlari ila mushaf holida jamlangan Qur'oni Karim oyatlari
U kishining vafotlaridan keyin Hazrati Umarda qolgan. Hazrati Umar vafot etgach esa Hafsa onamizga o'tgan edi. Hazrati Usmon mushaf nusxalarini ko'paytirish paytida ana shu asl nusxani keltirgan. Nusxa ko'chirish ishi nihoyasiga yetgach, yana uni Hafsa onamizga qaytarib bergan edilar. Mushafning asl nusxasi Hafsa onamiz vafot etgunlarga qadar u kishining uylarida saqlangan. O'qish yozishni bilganlari sabab Hafsa onamizga yozuvni ayol sahobalardan Shifa binti Abdulloh o'rgatgan. Shuningdek, Hafsa onamizning qoriya sahobalardan bo'lganlari rivoyat qilingan. Manbalarda ular bilan bog'liq xabarlardan yana biri otalarining xalifaliklari davriga oiddir. Hazrati Umar eri oylab jangda yurgan bir ayolning hasrat ila she'r aytayotganini eshitgach, ayol eri yo'qligiga qancha vaqtgacha sabr qilishi mumkinligini Hafsa onamizdan so'raganlar. 3 oy, eng ko'pi bilan 4 oy degan javoblardan so'ng qo'mondonlariga yuborgan amirnomalarda shunga ko'ra ish tutishni buyurganlar. Hazrati Usmon Madinada qatl qilingan paytda Oysha onamiz Hafsa onamizni o'zlari bilan Basraga borishga chaqirganlari, dastlab Hafsa onamiz yo'lga tayyorgarlik ko'rganlari, Abdulloh ibn Umar Hafsa onamizni bundan qaytarganlaridan keyin esa Oysha onamizga uzr aytib safardan qolganlari aytiladi. Hafsa onamiz hijriy 45-yilning Sha'bon oyida Muaviya ibn Abu Sufyon davrida Madinada vafot etdilar. Ba'zi manbalarda esa hijriy 41-yilning Jumadul Ula oyida, yana bir boshqa manbalarda hijriy 27-yilda vafot etganliklari ma'lum qilinadi. Hafsa onamiz vafot etganlarida yoshlari 60 yoki undan biroz katta edi. Janoza namozlari Madina valisi Marvon ibn Hakam tomonidan o'qilgan va Baqi qabristoniga dafn etilganlar. Hafsa onamiz Rasulullohdan va Hazrati Umardan 60 ta hadis rivoyat qilganlar. Ulardan 4 tasi ham Imom Buxoriyning Sahihul Buxoriy, ham Imom Muslimning Sahihu Muslimida, 6 tasi esa faqatgina Sahihu Muslimda mavjud. Hafsa onamiz rivoyat qilgan hadislardan 44 tasi Ahmad ibn Hanbalning musnadidan o'rin olgan. Hafsa onamizdan rivoyat qilganlar orasida ukalari Abdulloh ibn Umar, Abdullohning o'g'li Hamza, sahobalardan Horis ibn Vahb, Shutayr ibn Shakal, Muttalib ibn Abu Vado'a roziyallohu anhumlar va tobein Abdulloh ibn Safvon al-Jumahiyyadek zotlar bor. Hafsa onamizning rivoyatlari mavzusida Latifa Muhammad Anvar Muraqi, Hafsa Ummul Mu'minin bintul Faruq va asaruha fi rivoyatul hadis mavzusida magistrlik ishi yoqlagan. O'zbek tilida ham shu mavzuda bir qator asarlar yozilgan. Abdul Malik ibn Hisham al-Maofiriyning As-Sira an-Nabaviyya, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Hadis va hayot, Nubuvat xonadoni xonimlari kitobi 25-juz, Ahmad Abdul Javod, Muhammad Umar Dauq, Muhammad Ali Qutbning Mo'tabar mo'mina ayollar, 101 ulug' sahobiy, G'iyosiddin Yusufning Mo'minlarning onalari haqida savol-javoblar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari haqida, Sobirjon Arzuqulovning Rasulullohning ahli ayollari, mo'minlarning onalari hayoti kabi asarlarda mavzuga doir kerakli ma'lumotlarni topish mumkin. Shuningdek, Surayyo Ibrohimovaning mavzuga oid Hafsa binti Umar roziyallohu anha nomli maqolasi ham e'lon qilingan. Ummu Habiba roziyallohu anha. Makka fathi kuni mo'minlar onasi Ummu Habibani 2 narsa xursand qildi. Makka fathi va otasi Abu Sufyonning islomni qabul qilishi.
Ummu Habiba binti Abu Sufyon Sahr ibn Harb al-Umaviyya. To'liq ismlari Ummu Habiba binti Abu Sufyon ibn Harb ibn Umayya ibn Abdushams ibn Abdumanof ibn Qays ibn Kilab ibn Murra ibn Kab ibn Lu'ay. Ummu Habiba onamiz islom dini kelishidan 17 yil avval tavallud topdilar. Otalari Quraysh qabilasining raislaridan Abu Sufyon, onalari esa Sofiyya binti Abul Os ibn Umayya ibn Abdushamsdir. Nasablari Rasulullohning nasablari bilan bobolari Abdumanofda tutashadi. Ummu Habiba onamiz Rasulullohning ammalari Umaymaning o'g'li Ubaydulloh ibn Jahsh bilan turmush qurdilar. Ubaydulloh ibn Jahsh va ayoli Ummu Habiba binti Abu Sufyonning Habiba ismli qizi bo'lgan. Qizining asl ismi Ramla bo'lib, Abu Sufyon shu qizining ismi bilan kunyalangan edi. Ubaydulloh ibn Jahsh haniflardan bo'lib, butlarga sig'inmas edi. Biroq keyinroq u nasroniylikni qabul qildi. Ummu Habiba onamiz va erlari ilk musulmonlar orasidan joy oldilar. Payg'ambarlikning 6-yilida mushriklarning ta'ziqiga chiday olmay, ikkinchi jamoat bilan Habashistonga hijrat qilishdi. Hijrat paytida homilador bo'lgan Ummu Habiba onamiz Habashistonda qiz farzandni dunyoga keltirdilar. Unga Habiba ismini berganlari uchun yuqorida ham ta'kidlanganidek, aslida o'sha kundan boshlab Ummu Habiba deb ataldilar. Boshqa farzand ko'rmadilar. Erlari bilan birga Habashistonda Ja'far ibn Abu Tolibning yonida biroz vaqt musulmonlarga rahnamolik qilishdi. Biroq keyinroq Ubaydulloh ibn Jahsh dindan chiqib, avvalgi diniga qaytdi va Ummu Habiba onamizni ham dinidan qaytishga majburladi. Ammo Ummu Habiba onamiz erlariga qattiq qarshilik ko'rsatganlari uchun ajrashdilar. Habashistondagi sahobalarni ham dindan qaytishga chaqirgan Ubaydulloh o'sha joyda nasroniy holida vafot etdi. Nasl nasabli va boy xonadondan bo'lgan, biroq hali hanuz islomni qabul qilmagan Makkadagi otalarining yoniga qayta olmagan Ummu Habiba onamiz Habashistonda qizlari bilan yolg'iz qoldilar. Rasululloh ular tortgan mashaqqatlardan boxabar bo'lganlari bois Ummu Habiba onamizga uylanishga qaror qildilar. Hijriy 6 yoki 7 yilda Amr ibn Umayyani ham Najoshi Ashamani islomga da'vat qilishi, ham o'z nomlaridan Ummu Habiba onamizga sovchilik qilish uchun 2 maktub bilan Habashistonga yubordilar. Maktubda Najoshi Ashamadan Rasululloh o'zlarini Ummu Habiba onamizga nikohlashini va u kishi bilan birga Habashistondagi musulmonlarni Madinaga yuborishni so'radilar. Nikoh taklifini eshitgan Ummu Habiba onamiz juda ham quvondilar va Alloh seni yaxshi xabar bilan xushnud qilsin deya xabar keltirgan Najoshi Ashamaning joriyasi Abrahaga bo'yinlaridagi taqinchoqlarni yechib berdilar. Nikoh uchun esa Xolid ibn Saidni vakil etib tayinladilar. Najoshi Ashama o'sha joydagi musulmonlarni yig'ib, payg'ambar istaklarini ma'lum qildi va Rasululloh nomidan Ummu Habiba onamizga 400 dinor mahr va bitta shoda berdi. Xizmatchisi Abrahani esa u kishiga yordam berish uchun vazifalantirdi. Nikoh Rasulullohning o'rinlariga vakillari tomonidan uyushtirilgani uchun g'oyibona nikoh tarzida amalga oshdi. Abu Sufyon o'sha paytda mushrik bo'lgani bois uning valoyatiga murojaat qilinmadi. Musulmonlar Habashistondan qaytgan kunlar Madinada 2 xursandchilik bor edi. Rasululloh ularni zikr qilib, men ularni qaysi biriga xursand bo'lay? Xaybar fathigami yoki Ja'far boshchiligidagi musulmonlarning qaytganigami dedilar. Shuningdek Madina ahli Rasululloh va Ummu Habiba onamizning nikohlanganlarini xursandchilik bilan nishonladilar. Usmon ibn Affon musulmonlarga valima dasturxoni yozdilar. Ummu Habiba onamiz Rasulullohning uylariga boshqa yana bir yangi kelin Sofiyya binti Huyayn bilan bir paytda kirib keldilar.
Abu Sufyonning bu nikohni juda darg'azab holda qarshi olishi kutilsa-da, biroq u voqeadan xabar topganida Rasululloh haqlarida u rad qilinmaydigan kishida deb nikohni ma'qullaganini bildirdi. O'z navbatida bu nikoh uning islomga yaqinlashuviga sabab bo'ldi. Bu esa Abu Sufyon boshliq Qurayshliklar tomonidan Rasululloh va u zotga ergashgan sahobalarga yetkaziladigan ozorlarning yengillashishiga hamda Quraysh ahlining musulmonlar va ularning qarindoshlariga nisbatan qalblarida yumshoqlik paydo bo'lishiga ham zamin hozirladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu Mumtahana surasining ehtimol Alloh sizlar bilan sizlar dushman tutib yurgan kimsalar o'rtasida ularni islomga kiritib do'stlik paydo qilib qo'yar. Alloh bunday ishlarga qodir degan mazmundagi oyati shu voqea tufayli nozil bo'lganini aytganlar. Makka fathi kuni mu'minlar onasi Ummu Habibani ikki narsa xursand qildi. Birinchisi Makka fathi bo'lsa, ikkinchisi otalari Abu Sufyonning islomni qabul qilishi bo'ldi. Shuningdek Rasulullohning kimki Abu Sufyonning uyiga kirib olsa u omondadir degan gaplari ham xursandchilikka sabab bo'ldi. Ummu Habiba onamiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ayol bo'lishga loyiq, afzal fazilatlarga ega ayol edilar. Musulmon bo'lganlaridan keyin otalari va boshqa mushriklarning ta'ziqlariga bardosh berdilar va homilador ekanliklariga qaramay Habashistonga hijrat qilish jasoratini ko'rsatdilar. Abu Sufyon ochiqchasiga va qo'pol buzilgan Hudaybiya kelishuvini uzaytirishga erishish uchun Madinaga kelgan, taklifi Rasululloh tomonidan qabul qilinmagach, qizi Ummu Habiba onamizning uylariga borgan edi. U ko'rpachaga o'tirmoqchi bo'lgan edi hamki, onamiz ko'rpachani yig'ib tashladilar. Abu Sufyon hayron bo'lib, "Ey qizginam, bilmadim, mendan ko'rpachani qizg'anyapsanmi yoki ko'rpachadan menimi?" dedi. Ummu Habiba onamiz, "Bu ko'rpacha Rasulullohning ko'rpachalari, siz esa mushriksiz. Sizni Rasulullohning pokiza ko'rpachalariga o'tirishingizni xohlamayman" dedilar. Abu Sufyon alamzadalik bilan, "Ey qizim, mendan keyin buzilibsan" deb uydan chiqib ketdi. Ummu Habiba onamiz esa, "Yo'q, unday emas, balki menga barcha yaxshiliklar nasib etdi. Iymon bilan hidoyat topdim va islom bilan ne'matlantirildim" dedilar. Ummu Habiba onamiz Rasululloh xonadonlarida qadrlarini baland tutganlari sababli izzat ikromda hayot kechirdilar. Onamizning Rasulullohning ayollariga biror ishda xilof qilganlari yoki muammo tug'dirganliklari aytilmagan. Af ibn Horisdan rivoyat qilinadi. Men Oysha roziyallohu anhoni shunday deyotganini eshitdim. Ummu Habiba vafoti oldidan meni chaqirib, bizning o'rtamizda kundoshlar orasida bo'ladigan ba'zi dilxiraliklar bo'lib o'tdi. Siz va mendan ana shu kabi sodir bo'lgan dilxiraliklarni Alloh kechirsin. Mendan rozi bo'lasizmi dedi. Oysha roziyallohu anha rozi bo'ldilar va Ummu Habiba roziyallohu anhoga Allohdan mag'firat so'radilar. Shunda Ummu Habiba onamiz yuzlari yorishib, "Siz meni xursand qildingiz, Alloh ham sizni xursand qilsin" dedilar. Ummu Salama onamizga ham odam yuborib, mana shunday uzrxorlik qildilar. Ibn Asokir naql qilgan bir hadisga ko'ra, Rasululloh tomonlaridan jannatda ayol ekanliklari xushxabari berilgan Ummu Habiba onamiz u zotdan so'ng yana 30 yil yashadilar. Rasululloh vafotlaridan keyin yuzaga kelgan fitnalarga aralashmadilar. Tog'alarining o'g'li Usmon ibn Affonning uyi qurshovga olinganda uyiga bordilar. Isyonchilardan biri yopinchiqlaridan tortib, Ummu Habiba onamizning yuzlarini ochganida uni "Alloh qo'lingni quritsin" deb badduo qildilar.
O'sha joydagilardan biri uning o'ng qo'lini kesdi. Ummu Habiba onamizga nisbatan musulmonlar qalbidagi cheksiz hurmat tufayli odamlar ukalari Muaviyaga xalifaligi davrida mo'minlarning tog'asi deb murojaat qilishardi. Rasululloh Ummu Habiba onamizga Haybar o'lchasidan 80 vasq xurmo, 20 vasq arpa ajratgan edilar. Bu daromad u zotning vafotlaridan keyin ham davom etdi. Ummu Habiba onamiz hijriy 44-yilda Madinada vafot etdilar va Baqiy qabristoniga dafn etildilar. Ba'zi manbalarda hijriy 42 yoki 59-yillarda vafot etganlari ham zikr qilingan. Ukalari Muaviyani ziyorat qilish maqsadida Damashqqa borganlarida vafot etganlari va qabrlari o'sha yerda ekani haqidagi rivoyatlar esa to'g'ri deb topilmagan. Manbalarda Ummu Habiba onamizning Ummu Ayman Baraka ismli bir xizmatchilari bo'lgani, ham ismi, ham kunyasi Rasulullohning enagalari bilan bir xil bo'lgani uchun ushbu ikki Ummu Ayman ba'zan bir-biriga adashtirib yuborilgani ma'lum qilingan. Ummu Habiba onamiz rivoyat qilgan hadislari soni jihatidan payg'ambarimiz ayollari orasida Oysha va Ummu Salama onalarimizdan keyin turadilar. Baqiy ibn Maxlatning Al-Musnadida yozilishicha, Ummu Habiba onamiz 6 ta hadis kitoblari, ya'ni Sihohu Sittada 65 ta hadis rivoyat qilganlar. Ahmad ibn Hanbalning Musnadida esa onamizning 43 ta rivoyatlari joy olgan. Onamizning o'zlaridan esa qizlari Habiba, inilari Muaviya va Anbasa, singillarining o'g'li Abu Sufyon ibn Said, Urva ibn Hisham ibn Mughira, akalarining o'g'li Abdulloh ibn Utba ibn Abu Sufyon, Abu Solih Sammon, Zaynab binti Abu Salama, qullari Abul Jarroh va yana boshqalar hadis rivoyat qilganlar. Ummu Habiba onamiz Habashistonda o'zlari guvoh bo'lgan cherkovlar bilan bog'liq mushohadalarini Rasulullohga bayon qilganlar va qabrlarni masjidga aylantirib olganlarning oxiratdagi holatlarga doir quyidagi hadisning aytilishiga sababchi bo'lganlar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ummu Habiba va Ummu Salama Habashistonda o'zlari ko'rgan ichiga surat chizilgan cherkovni eslab, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga uni zikr qilishdi. Shunda u zot: "Albatta, ana o'shalar oralaridan bir solih kishi vafot etsa, uning qabri ustiga masjid qurishar va uning ichiga surat chizib olishardi. Ana o'shalar qiyomat kuni Alloh huzurida odamlarning eng yomonlaridir" dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Ayni mavzu bilan bog'liq amalga oshirilgan ilmiy ishlar nisbatan kam. Misol tariqasida Ali Qutbning Ummu Habiba asari va Aynur Uraler tomonidan tayyorlangan Ummu Habibaning rivoyatlari mavzusidagi magistrlik ilmiy ishini keltirib o'tish mumkin. O'zbek tilida ham bu borada bir qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Abdul Malik ibn Hisham al-Maofirining As-Sira an-Nabawiyya, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Hadis va hayot, Nubuvat xonadoni xonimlari kitobi 25-juz, Ahmad Abdul Javod, Muhammad Umar Dauq, Muhammad Ali Qutbning Mo'tabar mo'mina ayollar, 101 ulug' sahobiy, G'iyosiddin Yusufning mo'minlarning onalari haqida savol-javoblar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari haqida, Abdul Azim Ziyovuddinning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ahli bayt, Sobirjon Arziqulovning Rasulullohning ahli ayollari, mo'minlarning onalari hayoti kabi asarlari shular jumlasidandir. Bundan tashqari shu mavzuda Ummu Habiba,
ibratli hayot nomli maqolalar chop etilgan.